bermasdan qanday to'g'rilganimiz shundoq bo'lib ketilyapti. Buni o'zini qo'yish tartiblari bor. To'g'ri, biz vertikalni yoki gorizontalni xohlagancha qo'yishimiz mumkin, lekin yerga qaratib qo'yib bo'lmaydi buni. Ya'ni yaqindan ma'lum o'tkazib yerga qaratib qo'yib bo'lmaydi. Yoki tepaga qaratib qo'yish tavsiya berilmaydi. Ya'ni doimiy ravishda osilib turib, bu kirzatkasiga boshqa joyga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun o'ziga yarasha qo'yilish tartiblari bor. Samokat berdi. Elektrikimiz qani? Elektrikimiz qani? Samokat berdi nimadir? Bunday seminarlarda juda katta foydasi bor ekan, chunki bunaqa seminarlar kelmadim. Yoshlarga tavsiya qilaman. Keldim, o'zimga yarasha Jafar og'amdan juda zo'r bilimlar oldim. Hammaga rahmat, Shimjiga ham rahmat, Zafar og'amga ham rahmat.